Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa Max firmamizda ishlayman. Shunaqa Gilamio degan apparatlarimiz yetib kelgan akalar. Ko'rishingiz mumkin. 6 oy garantiyasi bilan qilib beryapmiz. Max firmamiz bu Gilamio degan apparatimizni obzorini bugun to'liq aytib o'tib ketamiz. Xudo xolasa admotkasimiz bo'ladi. Admotka motor quvvati ya'ni 1200 vatli, ya'ni 1.2 kilovatli bo'ladi. 220 ga bemalol ishlayveradi. O'zidan ko'rishingiz mumkin. Mana belkasini ko'rsatib o'tib ketaman. 220 ga bemalol ishlayveradi. Bu albatta Xitoy tavari. Ishlab chiqarish baribir Xitoy bo'ladi. Garantiyalar bilan bor. Bu yerga akalar suv sovun, gel yoki bo'lmasa biror narsa qo'yib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni ko'paytirgani. Ishlash juda ham oson. Mana bu yerlardan o'zlaringiz bunday razmer qilib ishlatsangiz ham bo'ladi akalar. Mana bunday qilib razmer qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Xo'p, buni yosh bolalar ham bemalol ishlataveradi akalar. Buni akalar moykaxonaga yoki bo'lmasa birorta joyga olib borib levi qilsalar ham bo'laveradi akalar. Xo'p, akalar buni 12 viloyatgacha dostavka xizmatlarimiz bor. Albatta kelishilgan holda aytgancha bunda 3 ta sitkalari chiqadi. Video davomida ko'rsatib o'tib ketaman. 3 ta sitkalari chiqadi. O'zida bunaqangi yashil nasatkalari, ko'k nasatka, oq nasatkalari chiqadi akalar. Xo'p, kimga shunaqangi apparatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar. Tanish bilishlarga bemalol jo'natib qo'yaverasizlar akalar.